Yo, hammaga salom bola. Bugungi videoda biz serverimizni obzor qilamiz. Albert ketib bola. Yo, do'stlar, biza case'lar qo'shdik mana. Qo'y case, hop, yana qo'y case. Yo, bu boshqa case, crazy case va KK Kive bundoq. Bo'lsa ekan. Sizlarga bittasini ochib ko'rsataman. Yo'q, berilmas ekan. Mana do'stlar, mana ishlayapti. Hop, mana sandiqlar paydo bo'lyapti. Chikuta rang sandiqlar paydo bo'ladi. Hop, bularni ochamiz. Birinchisida qilich chiqdi, u yaxshi. Ikkinchisida bronya va uchinchisida ham bronya. Mat qilib oldi. Mana bo'ldi do'stlar. Aytganchalik 3 ga 3 kirga qo'shdik do'stlar. Mana hozir men bitta zo'rdan olib qo'ygan edim. Do'stlar, mana shu kirka sizlarga kerak bo'lsa server kirsalaringiz uchun tekinga beraman. Bilasizlar, bemalol ishlayapti. Maza qilib mayin qilsa ham ekan. Buni ko'ring bolalar. Biza var bo'lishini yangiladik. Mana. Endi mana shu tepa piqsalang bo'ladi. Var. Yana var chang'i ham qo'shdik. Mana do'stlar. Bu yerda bemalol qayiqqa o'tirib, bu yerda chang'ida o'tsalang, yonida kemada o'tsalang bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, maza qilib ishlang bo'ladi. Hop, bu yerga andaqa qo'yganimizga kelib ketdi shekilli. IP'si shu pasizcha uz.aternos.me.
Menimcha tugadi. Qo'sha olmaysiz, tayyormish uchun mengayam admin beringlar. Serverga kirib ko'pchilik admin owner so'rayapti. Biza tushuninglar, admin owner berolmaymiz. O'zi yetarli bo'lib turibdi admin bilan owner. Shuning uchun o'zlaringni qiynab so'rashlaringni xohlamayman. Shuni oldindan aytib qo'yay deyapman sizlarga. Ko'pchiliklaring kirib owner bering, admin bering deb saypa qilyapsizlar. Ha, albatta. Ha, aytaman. Nima edi? Keyslarni To'lqinov degan bola qo'shdi, mana. Do'stimiz u bizni. Menga nega admin berdi? Ko'rdilaring, ajoyib. Var, mayga borib. 3 minut qolibdi. Reset bo'lishiga. Sizlar ajoyib server. O'ttiz 7 sekund qoldi. To'lqinov yordam berdi 3 ga 3 kirkaga qo'shishga. Minuti 15 sekund. Men qo'shdim. Aytgancha o'zi nimagadir serverimizda donut keys ishlamayapti. Albatta ishlatishga harakat qilamiz donut keysni ham. Negadir aynan shu blokni buzib yuboryapman men. Ro'yga qilganim uchun.
Okey sochamiz. Ya hozircha buni keysini qo'shganimiz yo'q. Shunga ishlamayapti. Mana. Yo'q, ana do'stlar. Bizga sfera tushdi. Do'stlar, ikkinchi marta sfera tushdi. Yaxshi. Bu safar bosh kiyim tushdi. Go'sht oxirgisi yana qaytadan ko'ramiz. Bunisi ham shu bosh kiyim tushdi. Lekin pul eng zo'rida do'stlar, pul tushsa o'ta ham katta pul tushadi-da. 20 million, 30 million ham tushmaydi, 100 million tushadi hozir bu yerda. Menimcha 100 million tushadi. Men qo'shdim. Serverimiz yoqqan bo'lsa kirishlar mumkin do'stlar. IPni ko'ringlaring. Server ishlanib tugyapti. Ha, biza har bitta kirgan odamga 3 tadan case kalt beramiz. Mana shu uchalasinikini omadlaringizni sinab ko'rish uchun tezroq kiringlar. Shuning uchun IP shov-shuv, pasajur.bernos.me